İslam tarixi shundoq bir voqeliklarni bayon qildiki, ijtimoiy hayotda ummatni yetildirishda Ramazonning o'rni shunchalik muhim bo'ldi. Musulmonlarning Ramazon oyidagi jihad va g'azotlari buyuk futuhatlar bilan yozildi. Va shundoqla islom tarixi shuni isbotladiki, Ramazon musulmonlarning zaifligi va ojizlashishining ifodasi emas, balki texim ko'proq quvvat va shijoat beg'ishlash iyi bo'ldi. Hicratning 2-yili ro'za farz qilindi va shu yili ulug' Badr g'azoti yuzaga chiqdi. Musulmonlar 313 kishi, mushriklar 1000 nafar edi. Musulmonlar ro'zalar oldi, soni va tayyorlikning ozligiga qaramay Alloh tavakkul qildi. Va o'z davrining Fir'avni Abu Jahl bilan qo'shib 70 mushrikni yetishlatdi va 70 mushrikni asir oldi. Buyuk qalbiga erishdi. Mana bu shuning uchundirki, kimiki Allohning diniga yordam berdi ekan, albatta Alloh unga yordam berdi. Hicratning 5-yili Ramazon oyida musulmonlar Ahzab jangi tayyorlik qilib, necha kilometrgacha xandak oldi va 10,000 kishilik mushriklar qo'shinini mag'lub qildi. Hicratning 8-yili Ramazon oyida Makka fathligi Ramazonning 20 kuni ro'yobga chiqdi. Yana o'xshashla botil ahlining maslaklari pochoqlangan oy Ramazon oyida bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyrug'i bo'yicha Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu Uzza butini, Amr ibn Az Suvani butini, Said ibn Zayd Manatni, Mughira ibn Shuba Latni chiqib tashildi. Ashu paytdagi butlar hozirgi zamonimizga ideologiyalar edi. Ya'ni ashu butlar orqasida turgan qoida qonunlarni supurib tashildi. Tabuk g'azoti hijratning 9-yili Rajab oyida boshlanib, Ramazon oyida tugadi. 30,000 kishilik qo'shinning hayvati 200,000 kishilik Rum qo'shinini chekintirishga elib bordi. Mana bu shuning uchundirki, kimiki Allohning diniga yordam berdi ekan, albatta Alloh unga yordam berdi. Shundoq. Bu tarixlar hargizmi shunchaki bir tasodiflik emas. Balki Ramazon oyi musulmonlar uchun texim g'ayrat ko'rsatadigan botil e'tiqodlarni, soxta ilohlarni, buzuq ideologiyalarni yo'q qilib, haqiqatni ustun qiladigan g'alaba oyidir. Ramazon hargizmi ojizlik va bo'shonlik emasdir. Shuning uchun sahobalar Ramazonda buyuk yurishlarga otlanib, Ramazon oyining g'alaba bilan tabriklagan. Hijratning 13-yili Musanna ibn Harisa raziyallohu anhu boshchiligidagi islom qo'shini Iroqning Furat daryosi bo'yida Fars imperiyasi qo'shinidan ro'baro keldi. Jangda 100,000 Fars askari o'ldirildi. Har bir mujohid 10 dan Fars askarini o'ldirdi. Hijriy 15-yili Ramazon oyida Qadisiya jangi yuzaga chiqdi. Said ibn Abu Waqqas boshchiligidagi 30,000 kishilik mujohidlar qo'shini Fars qo'mondoni Rustam boshchiligidagi 60,000 kishilik qo'shin bilan urushdi va g'alaba qildi. Fars qo'mondoni Rustam ashu jangda o'ldirildi. Ashu yili Umar raziyallohu anhu Ramazon oyida Falastin tuproqlarining ochqichini qo'lga oldi. Hijratning 20-yili Ramazon oyida islom qo'shini Amr ibn As raziyallohu anhu boshchiligida Misrni fath qildi. Hijriy 92-yili Ramazon oyida Tarix ibn Ziyad boshchiligidagi 12,000 kishilik qo'shin 200,000 ga yetadigan xristian qo'shinini butunlay mag'lub qilib, Andalusning fathligini ochdi. Hijriy 94-yili Ramazon oyida Muhammad ibn Qasim boshchiligidagi mujohidlar Hindistonni fath qildi. Ramazon oyi dinga mahkam esilgan musulmonlar uchun Allohga texim yiqilishish, dinga texim xizmat qilish, yangi kuch-quvvat tepish iyi bo'lgan. Mana bu shuning uchundirki, kimiki Allohning diniga yordam berdi ekan, albatta Alloh unga yordam berdi. Shuning uchun din dushmanlar elib berayotgan fasq fujurlarni xosatan Ramazonga moslashtirdi. Ramazon uchun xos programmalar, Ramazon uchun xos o'yin-kulkilar, Ramazon uchun xos tashkiliy ishlarni elib bordi. Mana bugun biz Ramazon oyidimiz. Mana bugun g'alaba oyidimiz. Botil aqidalarni yo'q qilib, o'zligimizga qaytadigan paytlardimiz. Keling undaqda Allohning diniga yordam beraylikki, Alloh bizga yordam bersin.